Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Sharq Turkiston ovozining kundalik xabarlarini ko'rishingizni qarshi olamiz. Men Muhammad Izzat. Tövəndə dehqonlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Xitoy Sharq Turkistondagi 6 o'ringa ko'mir ichish bazasi qurilishlarini yo'l qo'yib, ko'mir boyligini tez sur'at qazmoqda. Xabarda oshkorlanishicha, Xitoy energiya idorasi yaqinda umumiy uqtirish e'lon qilib, Sharq Turkistonda 6 ko'mir ichish bazasi qurilishlariga mablag' selishni boshlagan. Umumiy selinma mablag' jami 7 milliard 998 million yuan xalq puli bo'lib, yillik qurilish ko'lami jami 15 million 300 ming tonnaga yetadi ekan. Xabarda bildirilishicha, bu 6 cho'ng tür ayrim-ayrim holda Sanji Bayyanxi kan rayonining Tianyi ko'mir kon turi. Qo'shtulg'ay kon rayoni kichik tipdagi ko'mir konlarni biriktirish rayonidagi Altay Shintay konchiligining 5-nomerlik ko'mir kon turi. Chiqtim kon rayoni boyligini biriktirish rayonining 2-nomerlik quduq biriktirish turi. Sharqiy Junqar Shixishan kon rayonidagi boylikni biriktirish rayoni Shimoliy tog' usti ochiq ko'mir konining 1-qarorli qurilish turi. G'ulji kon rayonidagi Shimoliy rayon 7-nomerlik kon quduqining 1-qarorli qurilish turi. G'ulji kon rayoni boylikini biriktirish rayonidagi Yitay ili konchilik shirkatining ko'mir kon turidan iborat ekan. Ma'lum bo'lishicha, bularning ichida qurilish ko'lami eng cho'ng bo'lgani G'ulji kon rayonidagi boylikni biriktirish rayoni Yitay ili konchilik shirkatining ko'mir kon turi bo'lib, qurilish ko'lami yiliga 4 million 500 ming tonna. O'xshash ko'lamdagi ko'mir tanlash zavodi yondosh qurilgan bo'lib, bu tür konchilik huquq xarajatini o'z ichiga olmaydi ekan. Bu tür yana 2020-yili Xitoy energiya idorasi tekshirib tasdiqlagan qurilish ko'lami eng cho'ng tür ekan. Xitoy statistika idorasining sonliq ma'lumotida ko'rsatilishicha, 2019-yili Sharq Turkistonda pishiqlanmagan ko'mir mahsulot miqdori 238 million tonnaga yetgan bo'lib, Xitoyga nisbatan 4-cho'ng asosiy ko'mir chiqadigan rayon bo'lib qolgan. Xitoy Avstraliyadan zo'r miqdorda ko'mir import qilgan bo'lib, Avstraliyani jazolash maqsadida qo'llangan import cheklanishi sababli Xitoyning bir necha o'lkasida ko'mir yetishmasligi bilan og'ir tok to'xtab qolish hodisasi yuz bergan. Tokning tannarxi eshib, tok bilan ta'minlanmaslik ahvoliga duch kelgan. Shuning bilan Xitoy ko'mir ehtiyojini qamdash uchun Sharq Turkistonning ko'mir boyligini tez sur'at qazmoqda ekan. Yevropa parlamenti yig'ini ochilish arafasida 36 ommaviy tashkilot birlikda Yevropa ittifoqi organiga birlashma chaqiriq sunib, Yevropa ittifoqi Xitoy mablag' selish kelishimiga kishilik huquq kafolatli qilish haqidagi moddalarni kirgizishni talab qilgan. Bu birlashma chaqiriqqa Tibet va Sharq Turkiston masalalari, majburiy emgak munosabatli ko'plagan isbotlar o'tirib qo'yilib, Xitoy bilan suhbatlashganda Yevropa ittifoqining kelishim tuzish majburiyati, axloq majburiyati bo'ladi. Demokratiya, qonun tuzum va kishilik huquqni qo'g'dash prinsipida ching turish majburiyati borligini, kishilik huquq dafsanda qilingan xalqlarning huquqini qo'g'dash majburiyati emas, o'z navbatida xalqaro tartibni qo'g'dash majburiyati bo'ladiganligini bildirgan. Mazkur chaqiriqda yana Yevropa ittifoqi komitetining bu kelishimni tuzishdan burun Xitoyning xalqaro kishilik huquq ahdnomasi, bo'libmi fuqarolarning huquqiy va siyosiy huquq xalqaro ahdnomasi va xalqaro emgakchilar tashkilotining negizlik ahdnomasiga rioya qilishiga kafolatlik qilish kerakligi, cho'qim kishilik huquqi munosabatli moddalarni o'z ichiga olish kerakligi qatorliq taklif fikrlar berilgan. Hamda Yevropa ittifoqi komitetining ikki taraf suhbati davomida mumkin qadar ochiq oshkor bo'lishi, omma bilan parlament a'zolarining ahvoldan xabardor bo'lishi va munozara qilishiga yo'l qo'yish kerakligi o'tirib qo'yilgan. Kishilik huquqni kuzish tashkiloti 13 yanvar xalqarodagi kishilik huquq dafsandichiligi to'g'risida 2021-yillik dokladni e'lon qilib, asosligi Xi Jinping hukumatining o'tgan bir yilda Uyg'ur va Hong Kongliklarga qaratgan ziyonkashliklarni kuchaytirganligini ko'rsatib, Xitoyni Tiananmen qirg'inchiligidan buyangi kishilik huquqning eng qorong'u mazgil turayotdi deb ayblagan. Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti bo'ltira e'lon qilgan 2020-yillik xalqaro kishilik huquq yillik dokladini Xitoy hukumati kishilik huquqi dunyoviy tahdid deb atash orqali ilgari dunyo jamoatchiligini va har qaysi hukumatlarni Xitoyning dunyodagi demokratiyadan iborat bu asosiy iqimga paydo qilayotgan tahdid haqida ogohlantirgan edi. Yanvar Turkiyada Xitoy virusiga qarshi vaksina rasmiy turda emlashga boshladi. Xabarda qayd qilinishicha, Turkiya Səhiyyə ministri Fahriddin Koca Turkiyada səhiyyə xodimlariga Xitoy virus vaksinasini emlash boshlanganligini e'lon qilgan bo'lib, vaksina emlash ahvolini to'g'ri nazorat qilish uchun vaksina emlash uchur supis qurgan. 14 yanvar bir kun ichida vaksina bilan emlangan davolash xodimlarining soni 200 mingdan oshgan. Səhiyyə ministri Fahriddin Koca Ankara davlat doktorxonasida o'zi tunji bo'lib Xitoy virusiga qarshi vaksina emlatkizgandan keyin barliq doktorxonalarda keng ko'lamda vaksina emlash boshlanganligini bildirgan. Ma'lum bo'lishicha, vaksina emlash uchur supisi orqali butun mamlakatdagi vaksina emlanganlarning umumiy soni va iltimos qilganlarning sonini bevosita ko'rgil bo'ldi ekan. Vaksina emlash uchur supisiga iltimos qilingandan keyin doktor bilan uchrashish uchuri qisqa uchur orqali yonfonga avatildi ekan va bekitilgan kunda doktorxonaga berib vaksina emlatkizsa bo'ladi ekan. Agar ikkinchi qatimliq vaksina emlashni xohlaydiganligini iltimos qilsa, doktor bilan uchrashishga munosabatli ma'lumotlarni qisqa uchur orqali yonfonga avatildi ekan.
Növbətdə Türkiyədə əmlənishə başlagan vaksinalar Xitaydan keltirilgan bo'lib, bu vaksinaning bexatarligi haqidagi andisha va munozaralar yana davomlashmoqda. Meksikaning Guanajuato shahrining Irapuato noyisida bir oila noma'lum qurolliqlarning hujumiga uchrab, bir oiladan 5 a'zosi qazo qilgan. Aloqador tarmoqlarning bildirishicha, qurolliq zo'ravonlar naq maydonga 2 avtomobil bilan kelib, bir oilaga avtomatik qurollar bilan hujum qilgan. Hujumdan keyin javobgarlarni tutish uchun keng doiralik aqtirish boshlangan. Shuning bilan bir vaqtda Malining Timbuktu rayonida yuz bergan qurolliq hujumda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti tinchlik saqlash qismining 3 askari o'lgan, 6 askar yaralangan. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Mali ko'p taraflamalik muqimlikni saqlash qo'mondonlik shtabi tomonidan bu vaqt e'lon qilingan yozma bayonotda eskartilishicha, tinchlik saqlash qismi askarlari Timbuktu do intizor rayonida qurolliq hujumga uchrab, 3 askar qazo qilgan, 6 askar yaralangan. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Mali ko'p taraflamalik muqimlikni saqlash qo'mondonlik shtabining qo'mondoni Muhammad Salih An-Nadif hujumni ayblagan. Bayonotda ta'kidlanishicha, Malida 2013-yildan buyon vazifa o'tayotgan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Mali ko'p taraflamalik muqimlikni saqlash qo'mondonlik shtabi hozirgacha 230 askardan ayrilib qolgan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.